bilan Roblox o'ynaymiz va nima o'ynasam desam bu slop va hop ekan, bu yerda bunday o'yin bor ekan. Qani kiramiz, o'ynaymiz. Ukraine Brainot o'ynamayman, umuman yoqmaydi menga Ukraine Brainot. Men buni bo'lgan edim. Boshqatdan boshlayman mana. Muhammad Salah, Nicola Barella, Hiro, Pedri, Foden, Colomwani, Mahrez, Tornostagi, Robert Lewandowski, bunda Cristiano Ronaldo. Sizga qaysisi yoqadi? Yoki Ronaldo, Messi? Menga Mbappe yoqadi. Men har doimgilarni ham yaxshi ko'raman va Di Marco deydimi? Yo'q, Jago. O yaxshi o'tdik. Son, Rafael, Theo Hernandez, Thibaut Courtois, Toni Kroos, Trent Alexander-Arnold, Banvas, Osimhen, Vinicius, Van Dijk va Emery. Bunaqa hali tuzgan yo'q-ku. Men nimaga desa buni o'ynaganman, lekin bunday bo'lmagan edi. U Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Haaland, Achraf Hakimi, Bastoni, Grimaldo, Skibidi Ronaldo, Isak, Mahrez, Morata, Kylian tezligi bunchalik go'zal. Varan. Bu da Angel Di Maria. Griezmann ekan. Silva. Saka. Ko'zam 44 ga keldim, hali bir marta chizganim yo'q, Jordi Alba, David Alaba. Raiste, Rusta, Damfi va Ederson. U 4 tas qoldi. Camavinga, Enzo Fernandez, Fede Valverde va eng oxirgisi Di Marco. Va keldik bu yoqqa do'stlar. Chiqamiz. Bu yerda o'ynaymiz deyman-ku, lekin men bundan chiqib ketaman. 4 minut bo'libdi o'ynab o'tirganimizga. Va nima o'ynasam ekan. Zo'r o'yin ham. Xayr do'stlar, men o'ynashim yo'q hozirchalik. Xayr do'stlar, hamma obuna bosib qo'ysin. Men Xorazmiyman, bilasizlar, lekin Toshkentda zo'rladim.